Bu qiz menga mikrobladingni o'chirib keldi. Uzoq yillar davomida qoshlari terilib ingichkalashgan. Forma berish maqsadida mikroblading qilingan, lekin mikroblading chiziqlari chuqur bo'ladi, teri shikastlanadi, chiqishi qiyin. Qoshni asta-sekin tiklash ularga ma'qul kelmadi. Shuning uchun qosh ekish operatsiyasini qildirdilar. Qosh ekish haqida ochiq haqiqat. Birinchidan qimmat, ikkinchidan birinchi operatsiyada barcha tolalar o'rnashib ketmaydi va qayta operatsiya taklif qilinadi. Bu esa ortiqcha mablag'. Ko'p holatlarda qayta operatsiya tavsiya qilinadi. To'g'ri ekilsa eplash mumkin, noto'g'ri ekilsa boshqarib bo'lmaydi. Ko'pchilik faqat laminatsiya bilan forma berishni harakat qiladi, lekin noto'g'ri laminatsiya teriga zarar yetkazadi va o'z qosh tolalarini ham to'kadi. Bu qizga ham qayta operatsiya qilishni tavsiya qilishgan, chunki birinchi martada hammasi ham o'rnashmagan. Lekin men unga bu yetarli, yana operatsiya kerak emas dedim. Nega? Birinchidan teri shikastlanishi va qayta ekish qilinsa qosh tobora zichlashadi. Lekin ekilgan tolalar, ya'ni donor sochlar, ular tabiiy qoshlardan qattiqroq va tez o'sadi. Ortiqcha zichlik tabiiy ko'rinmaydi, uni boshqarish qiyin bo'ladi. Go'zallik bu ko'plikda emas, go'zallik bu muvozanatda.